Endi mashq qilamiz. Men o'zbekchasini o'qiyman, siz bo'lsa buni inglizchasini etasiz. Hop, og'zaki eting. Yozishni keyinga qoldiramiz. Haliroq yozamiz. Hop. Qani yigitlarni eshit qanaqa bo'ladi? Eting inglizchasini. Yigitlarni eshit. Eshit nima degani edi? Listen. Yigitlar, the guys. Listen the guys. Qaytaring. Listen the guys. Shetda listen the guys desiz ham bo'ladi yoki listen guys desiz ham bo'ladi. Sizga maslahatim ko'plikda zeni etib o'tirmang. Misol uchun yigit the guy degani yigitlar bo'lsa guys deng bo'ldi. The guys desiz ham bo'ladi. Lekin zeni nima qilamiz ko'p ishlatib? Guys deng biza gaplashishni o'rganyapmiz, qancha qisqa osonroq bo'lsa shuncha yaxshi. Sizga ingliz yoki amerikansiz nimaga zeni qo'ymading demaydi. Ko'plikda aytayotganingizda. Lekin birlikda qo'yishingiz kerak buni. Hop, ko'plikda z qo'yib o'tirmang, hop, shunday aytasiz. Yigitlarni eshit nima ekan shunda? Listen guys. Qaytaring. Listen guys. Keyingisi qo'shnilarni chaqirma. Qanaqa bo'ladi? Qo'shnilarni chaqirma. Eting. Siz ovozni chiqarib turib aytishingiz kerak o'zingiz. Keyin men to'g'ri variantini aytaman. O'shnaqa bir xil chiqdimi, yo'qmi? Tekshirasiz. Qo'shnilarni chaqirma. Don't call neighbors. Don't call neighbors. Keyingisi joylarga to'lamang. Ayting. Ovozni baland chiqarib joylarga to'lamang. Qanaqa bo'ladi? Ichingizda aytmang iltimos, chunki ovozni chiqarib aytish sal qiyinroq, ichda osonroq. Ertaga gaplashayotganingizda ichingizda gapira olmaysiz-ku, baribir ovoz chiqarishingiz kerak. Shuning uchun ovoz chiqarib baland gapiring. Hop. Joylarga to'lamang. Qanaqa bo'ladi? Don't pay to places. Don't play to places yoki don't pay to spots. Don't pay to spots. Keyingisi magazinlardan oling. Magazinlardan oling. Ayting. Qani? Magazinlardan oling. Get from shops. Get from shops. Yoki take from shops. Take from shops. Endi mini marketlardan oling. Qanaqa bo'ladi? Mini marketlardan oling. Mini market degan so'zimiz bor edi. Mini marketlardan oling. Take from groceries. Take from groceries yoki get from groceries degan bo'lsangiz ham to'g'ri. Take from groceries. Keyingisi o'rtoqlar bilan ko'rishmanglar. O'rtoqlar bilan ko'rishmanglar. Endi bu gap shunaqa, ko'rishinglar o'rtoqlar bilan iloji bo'lsa. Kamroq faqat, chunki sifatli o'rtoq, yaxshi o'rtoqlar kam ko'rishadigan o'rtoq bo'ladi. Chunki ularni ko'rishga ko'p vaqti yo'q bo'ladi. Ko'p ish bilan ovora. O'shanaqa o'rtoqlar yaxshi. O'rtoqlar bilan ko'rishmanglar. Don't meet with friends. Don't meet with friends degan bo'lsangiz to'g'ri yoki don't see with friends. Don't see with friends. Davlatlarni bilinglar. Davlatlarni bilinglar. Bil nima degani edi? Davlatlarni bilinglar. Bil. No. Davlatlarni bilinglar. Qanaqa bo'ladi? No countries. No countries. Ko'chalardan kel. Qani ayting. Oson bu. Ko'chalardan kel. O'zi hammasi oson. Yaxshi o'rganayotgan odamga. Ko'chalardan kel. Come from streets. Come from streets. Degan bo'lsangiz to'g'ri. Ishlarni qiling. Ishlarni qiling. Do works yoki do jobs. Make works. O'z ish qiling demoqchi bo'lsangiz do ni ishlatgan yaxshiroq. Hop. Do works. Odamlar bilan gaplashma. Odamlar bilan gaplashma. Qarang, odam, person, qaytaring, person, odamlar bo'lsa people. People. Odamlar nima ekan? People. Yana peoples deb qo'shib qo'ymang, chunki bu o'zi people ko'plik. Peoples bo'lmaydi. People o'zi, odamlar degani. Xo'p. Odamlar bilan gaplashma. Qanaqa bo'ladi? Don't talk with people. Don't talk with people. Yoki don't speak with people. Don't speak with people. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Xo'p. Ayollarni olib keling. Ayollarni olib keling. Olib kel nima degani edi?
bring women. Qarang mana ayol, woman, ayol degani bu. Ayollar bo'lsa women. Atilabdan v ni chiqaryapman, qarang. Women, u yog'i bir xil. Woman, women. Nimaga unaqa demen? Javobini bilasiz, o'shanga. Women ayollar degani. Ayollarni olib keling shunda. Bring women bo'ldi. Yaxshi, endi men o'zbekchasini o'qib turib, inglizchasini yozaman. Siz ungacha yana bitta mashq qilasiz, qaytarish bo'ladi. Inglizchasini aytayman yozayotganimda. Xo'p, yigitlarni eshit qanaqa bo'ladi shunda? Yigitlarni eshit. Listen, guys. Men boya shetda aytdim. Listen, the guys desiz ham bo'ladi o'zi. Ko'plikda the qo'shsiz ham bo'ladi, qo'shmasiz ham bo'ladi. O'sha z'ni ishlatmaylik, iloji bo'lsa gapirishga osonroq bo'ladi. Asosiy gapirsangiz bo'ldi. Z'ni qo'ydingizmi, qo'ymadingizmi, hech kimning ishi yo'q. Hop. Listen guys, qaytaring. Listen guys. Qo'shnilarni chaqirma qanaqa bo'ladi? Don't call neighbors, qaytaring. Don't call neighbors. Joylarga to'lamangchi. Ayting siz. Men yozishimdan oldin o'zingiz ayting, hop. Mustahkamlash bu. Don't pay to places yoki to spots desa ham to'g'ri. Magazinlardan oling. Ayting. Take from shops yoki get from shops desiz ham to'g'ri. Yo bo'lmasam take from stores. Mana buni store qilsa ham bo'ladi. Get from stores u ham to'g'ri. O'rtoqlar bilan ko'rishmanglar. Don't meet with friends. Yoki don't see with friends degan bo'lsangiz ham to'g'ri. Yo bo'lmasam don't meet with buddies, dudes desiz ham mayli, hech nima qilmaydi. Davlatlarni bilinglar. Qanaqa edi? No countries. Qaytaring. No countries. Aytgancha shu yoqda mana bunaqa edi bu. Countries. Buni keyingi videoda tushuntiraman. Nimaligini hozir e'tibor bering. Ko'chalardan kel. Qanaqa bo'lardi? Ko'chalardan kel. Come from streets. Come from streets. Ishlarni qiling. Ayting, qanaqa edi? Do works yoki do jobs. Odamlar bilan gaplashma. Don't talk with people. Qaytaring. Don't talk with people yoki don't speak with people. Ayollarni olib keling. Bring women. Qaytaring. Bring women. Xo'p, sizga keyingi darsga uyga vazifa mana shularni yodlash. Qanaqa yodlaysiz? Odamlar, person people, erkaklar, men, ayollar, women, bolakaylar, children, oyoqlar, feet, tishlar, teeth deb turib yodlaysiz. Birinchi o'zbekcha, keyin inglizchasini birlik ko'pligini aytasiz. Xo'p, mana odamlar, person people, o'shnaqa yodlaysiz. Keyin iltimos dangasa bo'lmang so'zlarni yodlashga. Shoshilmasdan so'zlarni birinchi yodlang. So'zlarni yodlab turib mashinani qilsangiz, osonroq, yengil va tushunarli bo'ladi sizga. So'zlarni yodlamasdan turib darsga kirayotgan bo'lsangiz, unaqa qilmang, tez tavba qiling. Unaqa qilsangiz yaxshi natija bo'lmaydi. Bizga natija kerak. Xo'p, mana shu 3 oyda biz natija qilishimiz kerak. Uning uchun siz meni aytganlarimni qilishingiz kerak. Natija xohlayotgan bo'lsangiz. Ibrohim aka, men ingliz tilini noldan faqat gaplash uchun o'rganmoqchiman. Sizda shunga mos kursingiz bormi? Faqat gaplash uchun o'zi o'rgansa bo'ladimi? Anu bir xil grammatika qiyin qoidalarni o'tmasdan, yozib o'tirmasdan o'rgansa bo'ladimi desiz? Meni 3 oylik gaplashish kursim bor. Yaqinda chiqqan. Noldan harfdan boshlab o'rganasiz. To'g'ri o'qish ham bo'ladi. 2-3 darsdan o'sha gapirishni ham o'rganasiz, gapirishni boshlaysiz. Shuning uchun shu kursimni olish uchun shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan gaplashish deb yozing. Bu 30 ta darslik 3 oylik kurs bo'ladi.
Gaplashish kursi u qanaqa bo'ladi? Tayyor onlayn kursdan o'rganasiz. Kurs olganingizdan keyin sizga sayt bilan parol beramiz. Saytga kirib parol yozsangiz darslar chiqadi va birinchi darsdan ketma-ketida o'rganasiz. Yozib o'tirishingiz shart emas, faqat ko'rib o'rganasiz. To'g'ri o'qish ham bo'ladi aytganimdek. Qanaqa bo'ladi unda yozmasam desangiz, sizga lug'at beraman 20 ta 30 ta, har 3 ta 4 ta darsda. O'shani yodlaysiz va ular bilan mashq qilasiz, gaplashishni o'rganamiz. Gapirishni o'rganganingizdan keyin eng kerakli va muhim bo'lgan inglizcha narsalarni gapira olasiz. Faqat eng kerakli muhimlarini. Hech qanaqa daraja bo'lmaydi. Bu noldan. Bu kurs ko'proq kimga mos? Chet elga ketmoqchi bo'lgan yoki chet elda yashaydi, yoki truck driver yoki chet elda ish qiladi, inglizini bilmaydi. Rosa qiynalib ketyapti. Nechidir oydan beri, nechidir yildan beri balki inglizini o'rgana olmayotgandir, o'rgangisi kelib turib, unga o'ziga mos kurs bo'lmayotgandir, chiqmayotgandir. O'shalar uchun mana shu kursimiz mos. Shu kursdan o'rganing va xudo xohlasa 3 oyda ingliz tilida gapirib ketasiz. Misol uchun men bu yoqqa borishni xohlayman. Mana bu narsa sizga kerakmi? Bu sizda bormi? Ha, menda bu bor. Mana shu hamma narsani o'rganasiz. Men ish qilgani ketyapman yoki men 5 kundan keyin kelaman. Men hozir 2 soatdan keyin boraman. Mana shunaqa narsalarni o'rganasiz. Mana shu hamma aytgan narsalarimni shu 3 oylik kurs gaplash kursida o'rganib ola olasiz. Shuning uchun olg'a 2026-yilda ingliz tilida gapirib keting. Bularni agar yaxshi qila olmagan bo'lsangiz, eski videolarga o'ting, o'shalardan sekin davom ettiring, ikkinchi darsdan boshlab turib, so'zlarni yaxshilab yodlab. Agar yaxshi ketayotgan bo'lsangiz, молодец, omadingizni bersin. Keyingi videoda yana narsa tushuntiraman. Salomat bo'ling. U so'zlarni yodlab yozib olgan bo'lsangiz, keyingi darsga u yodlash. Agar yana bitta mashq qilaman desangiz, boshdan ko'rib mashq qilavering yana.